Assalomu alaykum, klub maydonchilari. Bizga o'zi olishibdi. Muranazni ham dalani ko'rsatib oling, hosil jarayonlarida deb kelingan. Sizlarga bo'lishim keldi. Mana hosil jarayonlar ketyapti bizda. Hozirgi kunda bir adashmasam 7-terim kecha bo'ldi. 7-terim. Murana O'ta shirin ham, bular ham o'ta chiroyli nav. Mana hosildorlar. Shuncha. 7-terimda mana hosildorlik hali tugagan yo'q mana. Shuncha hosil turibdi. Shuni ishga bo'lsak. Örneklerdi ham ko'rsatuvdan ko'rsatmaysiz deyishmadim men. Mana bitta shuni ham ko'ringlar mana. Yaxshi. Hosildorlik o'ta yuqori. Bularning navida ham buni ham tavsiya qilaman. Bemalol ishlash mumkin bularni ham. Xohlasa mana. Hozir sanoqdan olib tashlaymiz. Hozir odam aytganman. Tomlar o'sib ketibdi. Yomon tez chiqaveryapti hozir kunda. Birinchi hozir bergan jarayonda ko'p chiqaveradi. Shuni bitta olib tatib ko'ramiz. Bismillah. Bismillah. Ben buranın aşırı navda. Hakikaten zor nav. Endi ko'rdi bu 7-metrda terilyapti. 7-metrda ham shu darajada hosil ko'p. Xudoga shukr, alhamdulillah. Yani ko'rsatib o'zim ko'rsangiz bu video ham o'zim manfaatli bo'lgan bo'lsa like bosib yo'q. Ko'ngillatib qo'ysangiz biz yana video qilib sizlarga ko'rsatib boraveramiz. Xudo xolasa inshaalloh. Bosib qo'yilakda endi. Sağ olun, selamat bo'linglar.